Illyustratsiya ham современный ekan. Xo'p, 5 etaj qanday? 2-etajda turibmiz. 2-etajdan 3 xonali 80 kvadrat metrli uyimiz sotuvga chiqdi. Adresimiz 5-mikrorayondan Bozorchadan 32, chap qo'lda svetofordan chapga qayriladi. Mana bu 6 metrli balkonimiz. Uyimiz toza Yevro remontdan chiqqan, barcha mebel texnikalari mavjud. Shundoq kelib yashab ketadigan joy. Narxini 56,5 deyaptilar. Yana ozgina savdosi bor. Kelinglar, uyni ko'ringlar, yo'qsa raqamlarga telefon qilasiz. Uyimiz 2 tomonlama mana.